Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kadirlik dünyanın her qaysi joylaridagi fidoylar ekranının ko'rurmanlari do'stlarimiz hammalarninki mushu vaqti va bundan keyingi vaqt xayrli bo'lsin. Bugun biz Qur'ondan nazar programının 18. sonida Qur'onni tatbiqlash metodi to'g'riliq ustoz Kerem Zahir bilan suhbat olib boramiz. Assalomu alaykum ustoz, qanday ahvollar, yaxshi obdan tudilmi? Aleyküm selam. Yaxşı Allah'a şükür. Selamun aleyküm dünyanın qaysi yerlerdeki qarindoshlar. Sizlarga salam. Hammalarning vaqti xayrli bo'lsin. O'tgan soatda Qur'onni tushunish metodi to'g'riliq to'xtalib o'tdilar. Bugun hamda Qur'onni hayotimizga qanday tatbiqlaymiz, tatbiqlashning metodlari haqida bizga biroz so'zlab bergan bo'lsalar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda Qur'onga tatbiqlash degan so'z ustida biroz bir 2 minut to'xtalay. Tatbiqlash degan so'z Qur'oni Karimning ichidagi hukmga, ahkomlarga oldimizda duch kelgan masalalarni tatbiqlash orqali qaysi hukmga to'g'ri keldi. Misol Aşmanın özü qaysi hükümü doğru gelse şu hükümün özüne şu meseleye çıkarışa bu meseleye Allah Teala'nın ki belgen hükmü mandak oldu ki de. Misal bir tal misal alay bununla. Kur'an-ı Kerim'de hamr diyen bir ibar var. İnnemel hamru vel meysir vel ansab diyen. Hamr diyen kelime aqlni o'zi normallikdan chiqarib o'tish yoki xunuklaştırib o'tirgan yoki jadal qo'qiladigan yoki bo'lmaydi shu to'g'ri so'zlayga qiladigan ishlar har xil qilib qo'ygan bir aniq qolgan ishlarda ashunda qilib qo'ygan narsalarga berilgan bir xil ibora. Endi Peygamber Aleyhisselam zamanında o başka kaydırılan narsa arak ekan. Arakdan başka bir narsa o vaqtida yo'q ekan. Bunun için nurg'un tafsirlarda bu xamr kelimesinin o'zini arak deb tarjima qilgan shu vaqtida. Endi hozirgi vaqtga to'g'ri kelgan hozirgi vaqtga degan vaqtida arakli va ichimliklar misol mas qilgan ichimliklar va undan keyin o'zi chekilgan narsalar va neş deyimiz, ahtamak deyimiz, tumuğu urduğan nesler var, puraydıgan nesler var, misal. Bu şu, aqlni normallıktan çıkarıvatılan her kandak nesneki umum atalgısını nima dese, xamr. Yani. Bunu ki, hükmü nima degan vaqtda necis. Bunun hükmü necis, nicaset. Bununla berilgan buyruq degan vaqtda undan jiroq turish. Yani, İnnemel hamru vel meysir vel ansabu vel azlamu rijsun min ameli şeytan deydi Allah Teala. O şeytanın kıldığını, azgın insanların kıldığını işi uğraşka, o necis bir iş deydi. Onunla berilgen buyruk, onun jirak durmuş diyen geldi. Xudu şunu okşaş, yani nurgun meseleler var. Mesela öz vaxtıda, burun 100 yıl, 200 yıl yaki, burunluk vaxtında, uğulu kısa bir adamdaki yığılıp düşüyor, eşeğini uğulap getiren, ya kanını uğulap getiren işler var. Ya kuma yançukka kol serip, yançukun pul, neskerekini uğulaygan aşındak işler. Onun özünü oğur deydigan, sarık dep. Hem de hazır çöldüse, hazır, mesela bankedeki aşıyor, bank hesap numarımızdan uğulap getiren işler var mesela. Demek ki, aşu yançukun evağın, ya eğildin eşeğini uğulap getiren oğur öden, oğurluğu berilgen hüküm anlayamadı. Bankada kartır, bank numaramızın epkettiğini söylediği vakti uğulap geçiş şekli okşaş boğalığı için bu yerde. Tatbiqlaşayına oldu da. Aşu yançukun uğulap ketken nersindeki miktarı kaçlık olsa, yani kartın uğulanan nersinin miktarı kaçlık olsa, yançukun uğulanan nersindeki miktarı berilgen hüküm başına okşaş berildi diye gelir. Kartın oğlusunun kartı gelmez o vakti yok diye yürüyüşe hacet yok diye.
Yani meselenin tatbiqlash deganning o'zi Qur'oni Karimda asosan jiq narsaga umum bir o'zi sababning o'zini ko'rsatib qo'ygan. Uning bir hukmning o'zini oxirida chiqarib qo'ygan. Ammo dunyoda bo'layotgan ishlar unga chekishlik sabab olib bo'lganligi uchun nurg'un narsa ashuna chekishlik bo'ldi. Bo'lgandan keyin boya xabar degan o'xshash shuni her tarafdan aşkalını zaten kaybettirgan narsa xabar bo'lganligi insonga bildirmaydigan epketken sormaydi epketken narsaniki mayli kartını alsın mayli eğilib kirib o'z eshakni o'lab ketsin yoki yanchiqni ep ketsin Muştan hemmesi sormay aşını evveliş niyetinden ağalık için oğuluk kirgan. Onda o'zi bo'ladi. Bo'lgandan keyin o'g'irga bergan jazo nima shu yanchiqni ep ketgan o'g'irga bergan jazo pulning miqdori qarta, kartni ep ketgan o'g'irgami o'xshashlar tutib olsa, o'xshash jazo berildi degan gap. Ana vaqtida. Ya'ni kartni ep ketgan vaqt o'g'ir hisoblanmaydigan, bunday ishlar bo'lmaydi. Ondan başka mesela g'iybat degan gap bor. G'iybat deganing o'zi bir odamniki yomon gapini o odam yo'q yerda qilish degan ma'noni bildirdi. Bundan burun bu yer ko'chada Navoiyxonda qassobxonada berib o'zi yig'ilib o'tirib o'rin ma'ni g'iybatni qilgan bo'lsa, buni g'iybat deymiz endi. Hozircha gap hozir Twitter'da qilsin, Facebook'da qilsin, WhatsApp'da qilsin yoki Nemi gez jurnalda qilsin, qanday narsa qilsin, u aşı yana bir odamni yomon gapini qildirma aşı narsada, aşı Navoiyxonni o'rib aşı o'zi g'iybat qilib o'xshash ashuni hukmi o'xshash berildi degan gap. Tatbiqlash mana shunday bo'ldi degan gap. Endi Qur'oni Karimda 25 payg'ambar zikr qilindi. 25 payg'ambarniki hammasi bir masalaga o'zi hukm berish, ya'ni hukm chiqarish qilsa, u nega boradi desa, u butun shu 25 payg'ambarlar Alloh taolo bergan, ya'ni Alloh taolo tushirgan kitobda shu hukmga yoki shu sababga selishtirish orqali hukmning o'zini aytib berib kelgan misol. Bütün payg'ambarlar Məsələni Allah'ınki Qur'an-ı Kerim tushirgan hukmi tatbiq qilganda hamda o'sha yana bir narsa bor. Musulmonlar degan vaqtda musulmonlarni tatbiqlash usuli ashunga o'xshamay qolib qolgan. Biz shuni so'zlashdikki, sabab nima degan vaqtda bütün payg'ambarlar, ya'ni Musa alayhissalom İbrahim Aleyhisselam'ın işiga bir meselini tatbiqlash orqali ma'ni mandaq o'z hukm bersak bo'ldi-ki degan bir narsa hech qanday bir yerda yo'q. İsa Aleyhisselam Musa Aleyhisselam qilgan bir ishga meselini tatbiqlash orqali hukm chiqargan hech qanday bir yerda yo'q. Qur'onda bo'lsin, hech qanday o'zi rivoyat yo'q aslo bo'lsa-da. Yoki payg'ambar Aleyhisselam Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam yoki İbrahim Aleyhisselam bir payg'ambarlik qilgan ishiga masalani tatbiqlash orqali hukm chiqargan hech qanday bir yer yo'q. Hammasi nimaga tatbiqlagan degan vaqtda Qur'oni Karimdagi hukmga tatbiqlagan. Bu yerda masala shu. Payg'ambar Aleyhisselam Qur'oni Karimdagi hukmga tatbiqlagan, Musa Aleyhisselam Tevratdagi, İsa Aleyhisselam İncil'dagi, İbrahim Aleyhisselam Suhuf İbrahim'de kitobi olan İbrahim Aleyhisselam o'ziga berilgan shu kitobdagi hukmga tatbiqlash orqali shu oldidagi bo'lgan masalaga, bo'layotgan masalalarga ashta hukm chiqarib, jamiyatdagi masalalarni to'g'ri hal qilib, jamiyatni to'g'ri o'zi ep mangan, ya'ni boshqarib mangan degan gap. Hamda bizdagi o'xshamaslik nima degan vaqtda, bizdagi o'xshamaslik naq mushniki aksi bo'lib, bütün peygamberler Allah'ın kitabıga meselini tatbiqlash orqali hukm chiqarish yo'lini tutgan bo'lsa, hozirgi musulmonlar diyoruz, hozirgi musulmonlar peygamberler qilganmish, etganmish, degan gaplarga yoki bo'lmay sahobalarning qilganmish degan so'zlariga o'z tatbiqlash orqali meselani hal qilish yo'liga kirib olgan. Xatolik mana bu yerda degan gap. Peygamber gerçi Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Aleyhisselam'ın qilgan ishlari bir qancha farq yetdi.
Aşı Peygamber Aleyhisselam'ın kılan işiğimi Kur'an'daki bu sahih nime bolqı hakiki bolğan vaqalikda Kur'an-ı Kerim'deki Peygamber Aleyhisselam'ın kılan işleri yazılgan yerler hakiki bolğan işlerdi bu. Aş Peygamber Aleyhisselam'ın kılan işlerini hazır boğatkan meselelerini tatbiqlaşniki to'g'ri bo'lmaydiganligini Allah Teala bu yerda vardı. Yani Kur'an-ı Kerim'de. Yani onun için Allah Teala kılan hüküm bilen hüküm çıkaran değil. Peygamber çıkargan hüküm bilen çıkaranlar ya sahabe çıkargan hüküm bilen çıkaran hüküm kılanlar dep bunda demezlik. Ve men lem yahkum bima anzalallahu fe ulaikumul kafirun zalimun fasikun dep 3 ayet var şeyde. Bu nim boldu degan vaqtda peygamberlerniki çıkargan hükümü şu vaqtda Kur'an-ı Kerim'deki hüküm asasını bergen hüküm nime oldu dese Kur'an-ı Kerim'in şu vaqtdaki ehval qarta çıkargan hükmü şu zamandaki ehval qarta çıkarılgan hüküm boldu. Bunun için bu yerda hazırki zaman olsa hazırki zamanda eğer şu gerçi hakikaten şu peygamberler şu çıkargan takdirde mi hazırki zaman onu tatbiqlashning o'zi hazırki zamandaki bazı meselelerge %100 to'g'ri kelmaydi. Bunun için hazırki zamandaki meselelerini udum berip Kur'an-ı Kerim'i tatbiqlash orqali Kur'an-ı Kerim'deki hükümünün özüne erişish to'g'ri keldi degan. Bu yerde eğer aramada bir iş olan vaqtida Allah'a ve Allah'ın kitabına, şunaqa Resulüga degan muşu ayet, muşu mezmundaki ayetni xato tushunish var deymi? Bu to'g'riliq Nabiy va Rasululloh so'zlab o'tdilar. Ama ko'pincha odamda ashuningda xato tushunish var. Bu yerda mana sura Ahqobniki bu. Jiq bu oyatlar men bir tal keltirib o'taman, yetarli bo'ldi deb qarab. Hammasi keltirsam bu har birisi degani necha tal oyat buni o'zi necha soatlab vaqt ketadi shunga. Masalan, bu sura Ahqob 9-oyatida qul ma kuntu bid'an minar rusuli va ma adri ma yuf'alu bi va la bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya va ma ana illa nazirun mubin. Muş ayetin ahırızdaki nemini bildirdiyse yani Peygamber Aleyhisselam böyle devattı ki men özü peygamberlerden men bir nersinin özüne ayrım bir peyda kıvağa yerim yok. Yani bütün peygamberler hiç kadar bir nersi peyda kıvağını yok. Peygamber Aleyhisselam mı? Men peygamber de oturup yüzü onun başka bir nersi peyda kıvağa yerim yok. Bunu devattı de. Bana ve sizlerge neyim bolduğunu hem bilmeyim ben. Men özel onun başka o ma Xudaniki so'zlab kallamni chiqarib bir narsa deyilgan bundaq odam emasman demoqchimdi. Hem Sonra men o'zim peygamber uning uchun men degan jannatga kiraman yoki falon piston deb o'zimga bundaq hukm chiqarolmayman. Sizlarga bir narsa deyolmayman. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Men faqatla menga vahiy qilingan narsaga ergashaman. Men faqatla o'zi insonlarni yomon ish qilgan insonlarni ogohlantiradigan ishning oytadan yaşlı adamlarga bisharet bergan yani shunday bir inson yani va ma ana illa nazirun mubin deganing o'zi uchiq o'zi hamma narsani uchiq bayon qiluvchi kitob bilan insonlarni ogohlantiradigan bir kishi deb Peygamber Aleyhisselam bu nemin deyotdi. Peygamber Aleyhisselam Allah Teala shunday deyotdi. Bu nurg'u yerda bor. doğru. Bütün peygamberler ne dese ben faqatla şu Allah Teala bana ebergen nesige ben ergişimin. Bu yerdeki misal Sure Nisa'nın 59. ayetindeki ya eyyühellezine amenu atiullaha ve atiur rasul ve ulul emri minkum degan muş ayetdeki ve atiur rasulning özümü elçiga ergishish itoat qilish deganning o'zi elchi nimaga itoat qiladi degan vaqtda elchi Allah Teala tushirgan kitobga itoat qiladi. Bunun ergişidi. Yani elçiga ötken bunun özüne Resul'ga ergishish haqidagi mazmunini aytgan dedik bunu. Yani elçiga ergishish bu yer nimaga ergashgan bo'ldi desa, amaliyotda berib Allohniki kitobiga ergashgan bo'ldi deb uni bayon qildik misol. Shuning uchun bu yerdagi o'xshamaslik nima degan vaqtda peygamberler tutib manga yo'l bilan hozirgi musulmonlarning tutib manga yo'lniki o'xshamagan yeri her bir peygamber özü düşken kitapka Allah Teala tarafından düşürülgen kitapka meselini tatbiqlash orqali hüküm çıkarıp mangalligini.
bildirdi. Hiçbir peygamber aldıdaki bir peygamberler çıkargan hükümge falan Musa mandak hüküm çıkarttıke manıga. Ya İsa mandak hüküm çıkarttıke. Ya ki özü İbrahim mandak hüküm çıkarttıke. Men aş hüküm çıkarsam bulduğan oşaydı. Demezsin. Aldıdaki bu atkan meselini enik yaxşı düşünüp durup Kur'an-ı Kerim'deki şu meselege bergen hükümge toğırlap durup hüküm çıkarganlığını Allah Teala bu yerde bayan kılıverdi. Bundan bizge nime özü nim kılıdı? Qandaq özü bizge ders bu yerde bizge keldigan narsa nima bu? Biz qandaq bir xulasını çıkarımız özümüz qarta degan vaqtida. Yani hozirgi vaqtdagi musulmonlar peygamberler çıkargan hükümge erişip olmay, peygamberler tutgan yolni, metodni tutish kerak. Peygamberler tutgan metod nima degan vaqtda peygamberler tutgan metod Allah'ın kitabıga her meselni aldidagi bo'layotgan her bir meselni Allah'ın kitabı tatbiqlash orqali hüküm chiqarganligini buni tutish kerak. Tutgandan her bir dini olim yüz yaşayotgan jamiyatdagi bo'layotgan meselni Qur'oni Karimga udul o'z tatbiqlash orqali buniki hukmi manda Qur'oni Karim deb udul o'z hukm chiqib bera olgan bo'lish kerak. Yani darpuruş olmay, doktor buluş gerek alımla, dini alımla. Falan yer yasap koygan darını keş 86'ga yığıp edip, öyle şunun özün darı o payda kılanıp kınmamda onun işi yok. O doğru kelamda kemmemde onun işi yok. Şu koğun darını setip oltumay. Böyle. Özü şu nesidin özü yine bu atkan meselenin özüge Kur'an-ı Kerim'de aşağıdan doğru keldiğin hüküm çıkırış arqılıq doktoru okşaş yani tumun tutup sizde ağrıq mayağı içidikken sizge mandak darı versen boladı ki ma doğru keldik sizge dep bera alaydigan halatda boluş gerek. Yani bir adam qığa işi qarta sizniki ma qığa işinizga meni Allah Taala Kur'an-ı Kerim degen men ma şu hükümdeki mançiligi sizge doğru keldik ki diye alaydigan boluş gerek yani. Men moşu vaqtning özde bizniki öz meselemiz aldı qarab Adı asıl degende tweetlerine şuma Türkçe'de hekim dedik yani hüküm kılalaydıkın bir nesine. Demek çıktı. Hekim buluş gerek yani. O nime deyimsen bizde 86 deydik zaten talada 86. Qarmuş Ahmet satılgan ne? Şu Qarmuş Ahmet satılgan o nemi paylaştığını bilmey satılgan bunda adam boğamaz gerek. Olmay o Qarmuş nemi payda kıldı? Ahmuş nemi payda kıldı? Tumun tutup bu adam Qarmuş iş doğru kelamdı, Ahmuş iş doğru kelamdı. Bunu özü toğra diagnoz koyup şu adamı toğra özü nesini satılgan bunda alet buluş gerek. Yani şu vaxtın özde bizim meselemiz yani meseleni keselini davalaydıgan buluş. Yani kesin davalaygan buluş gerek. Eğer aşındak bulmasa o vaxtda bizim işimiz hiç kaçan hal olmaydı diyen gibi. Ya hamda yeni hekmin kendisi de yine ben gep kıstırıp kaldım. Şu Kur'an kalam esilsak, Kur'an kalam tedbiklasak bizge nimi yok deydiğen mal adamı peyda olacak şu. Ama sıra değil ha biz Peygamber Aleyhisselam'a özü yeniden inanç çıkargan iş yok. Barlık peygamberler. Olur şu Allah'ın kitabı Kur'an'da esilip aşı ucu tedbiklap manga davatılardı. Bu nahit yeni gep oldu da. Bu Kur'an aşında da edemdi. Bu yerdeki mavu Etiullah ve Etiur Resul'neki ahiriste ve ulil emri minkum diyen ayet var ki cümle o ayet. Bu ne diye bokdese mesela eğer peygamberneki kıgan işi kıyamet kayım boğucu mesela Peygamber Aleyhisselam'ın değil kıgan iş hareketlerimiz kıyamet kayım boğucu kuşki egi olduğu işi olsa çıkağa hüküm bolup mıydak bolduğu işi olsa Allah Teala bu yerde ve ulil emri minkum diyen ayetini keltirişike hacet yok diyen gibi. Peygamber Aleyhisselam vefat bolgan diyen Peygamber Aleyhisselam'daki Peygamber Aleyhisselam düşken kitabının özüne kuluğu ep durup Peygamber Aleyhisselam'daki işini davamlaştıran adam kim oldu şu vaxtada? Ulul emri minkum oldu, şunlar mı ya? Ulul emri minkum oldu. Şu vaxtada şu işini kuluğu ağa adam şu oldu. O vaxtada o Peygamberge itaat kılan Müslümanlar kim itaat kılıç doğru geldi şu vaxtada?
şu işning beşik kelgan adam itoat qilish to'g'ri keldi. Yani öz vaqtida o'tgandim dedik şunun o'zini. Masalan, Payg'ambar alayhisalom vafot bo'lgandan keyin Abu Bakr ishning beşik keldi, Qur'onni qo'lga olib turib, musulmonlar Abu Bakrga itoat qildi. Abu Bakr o'lib ketdi, Hazrat Umarga itoat qildi. Ashtaq qilib o'zi o Payg'ambar alayhisalom falon vaqt mundaq qilib biz ashtaq qilamiz demasdan Qur'oni Karim qarab turib, Payg'ambar alayhisalom Qur'oni Karim qarab turib, qandaq o'zi shu ahvol, shu jamiyat bo'lgan masalaga qandaq javob bergan bo'lsa, Abu Bakr Umarlarmi shu Qur'on qarab turib shundaq javob berish orqali davom qildi bu ishning o'zini. Ya'ni har bir shu vaqtdagi masalan Payg'ambar alayhisalom o'z zamonasida yashadi va o'z zamonasidagi bo'layotgan ishlarni Qur'oni Karimga to'g'ri tatbiqlash orqali, to'g'ri hukm chiqarish orqali insonlarni o'z to'g'ri nima qildi boshqarib mangdi. Misolda yo'l boshlab mangdi. İnsanlar to'g'ri yo'l boshlab mangdi. Hamda bu Abu Bakr Umarlar o'tgan vaqtda Payg'ambar alayhisalom vafot bo'lgandan keyin Payg'ambar alayhisalomning qo'liga berilgan kitobning o'zi ularning qo'liga kelgandan keyin ularni ham jamiyat bo'lgan masalalarning o'zini shu Qur'oni Karimga to'g'ri tatbiqlash orqali jamiyatni to'g'ri yo'lga yetaklab mangdi misol. Bu nimani bildirdi desa, buning o'zi har bir diniy olim o'zining atrofidagi insonlarga shu jamiyat bo'layotgan masalalarni to'g'ri o'z tahlil qilish orqali u atrofidagi insonlarga to'g'ri o'zi hukmni Qur'oni Karimdan to'g'ri hukmni berib, insonlarni to'g'ri yo'lga yetaklab menish lozim degan. Ya'ni o'zi yashayotgan jamiyatda, o'zi yashayotgan zamonda yashash kerak u odam. O Payg'ambar alayhisalom zamoniga berib olmaslik kerak, sahobalarning zamoniga berib olmaslik kerak. O sahabalarning zamonida manda qildi, Payg'ambar alayhisalom zamonida manda qildi desa, Payg'ambar alayhisalom zamonidagi ishlar hozir o'zi nurg'un ishlar yo'q yoki uning shakli o'zgarib ketgan misol. Shuning uchun u zamondagi ishlar bilan hozirgi zamondagi ishlarni hammasi unda to'g'ri nima qilib bo'lmaydi. Shuning uchun u hukm uning to'g'ri keldi. Kelgandan keyin hozirgi vaziyatdagi ishlarning o'zini nima qilish kerak endi? Qur'onga tatbiqlash kerak. Ya'ni har bir musulmon yoki bo'lmaydi, har bir islom olimi hozirgi zamonni qaytib kelish kerak. U Payg'ambar alayhisalom zamoniga berib olmaslik kerak. Şu Ömer Ezelan'ın vaqtlarida mı? Ha, desler. Ömer Ezelan'ın vaqtida mı alıqı? Ağırış bildiğinler tulacak çıkıp, xotunacaklar, şu üçtalar kıplam, boldalar, deplam, kıvardığanlar çıkıp gidip, üç ketim talak nasıl? Üç talak dediler. Böyle dese, manda acayip gittiğin nikah düşüyor. Aylar bir nimeni tatbiqlab dikençi. Şunu okşaş, özününki emeli cemiyetinin nimesi qarıta, şunam ya? Sana demek şu kadar müjdat bu demem. Hemmisini okşap ketmeydi. Ömer mi özü Kur'an-ı Kerim'de asasen bazı tatbiqlaş işlerini Ömer Ezelan'ın ayda kıgan. Doğru. Hem de o Peygamber Aleyhisselam zamanında misal o devletteki teritoriyası küçük idi misal. Hazret Ömer'in zamanında kelgan çağda onu o teritoriya yoğunap o Afrika'nın bir kısmı misal O'tir şehriniki asası hamma yeri degandek andaki İran misal Azerbaycan'ın bir kısmı degandek nurg'un yerler onun o daire kirdi. Teritoriya kirdi yani. Kirgandan keyin o yo'g'on bir territoriyani o'xshamaydigan millatlar bor o'rinning o'zini idora qilish uchun u yerga muvofiq holatda bir nima chiqarish kerak, bir qonun prinsip chiqarish kerak. Ya'ni shularniki ish harakatlarini Qur'oni Karimga to'g'ri tatbiqlash orqali ularni rozi qiladigan shaklda bir prinsiplarga ehtiyoj tushadigan gap. Shuning uchun u yerda Payg'ambar alayhisalom zamonidagi kelgan do'ppa misol u zamonga to'g'ri kelmay kichikib qoldi degan gap. Doira imperiya holatga kelgandan keyin. Onun için imperiyaga loyiq bir qonun prinsip bo'lgan gap. Qur'oni Karim bir shaxsiyatni tortib, toki imperiya butun dunyo insonlarga o'rtaq bir chiqarilgan nima tushirilgan bir kitob bo'lgandan keyin bir odam o'zimga tatbiqlayman desam to'g'ri keladi. Butun dunyo insonlarga tatbiqlayman desam to'g'ri keladi. Bir jamoat tatbiqlayman desam to'g'ri keladi. Bir o'z davlatning odamiga to'g'ri tatbiqlayman desam to'g'ri keldi misol. Onun için onu to'g'ri tatbiqlasa hamma narsani Qur'onning tatbiqi bo'ldi degan gap.
Hatta Peygamber Aleyhisselam öz zamanında burun peygamberlerdeki hikayesini sözlep oltuğa yer yok. Mesela hiç kadar bir rivayette Musa Aleyhisselam aygır bir önlü mandak kıvatkan, İsa Aleyhisselam anı kıvatkan, İbrahim Aleyhisselam manı kıvatkan diyen hikayeni sözlep bunda oltuğa yerim yok. Yani aldıdaki bu atkan meselelerini toğru tehlil kılıp, toğru tetbiklaş arkalık milletini toğru yeteklep mangan. Yani eğer öz Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam zamanındaki vakalık sözlüse Peygamber Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam zamanında kayıt çıktı doğru keldiğin gep. Ya Musa Aleyhisselam zamanında kayıt çıktı doğru keldiğin gep. Onun için özü her bir peygamber özünün zamanında tuluk yaşayan hissi cihettin mi? Bizdeki ma dini sahadakiler hissi cihettin ma dünya hazır ma zamanda yaşamaydı çoğu. Bu hissiyatı 1400 yıl burunki zamanға qaytып berdi. Qaytып berip, aşı sahabalar birge jürüp atqandek, aydanın falan andaqkan, pustan mandaq tiken mi demeydi. Mandaq digen, yeni de oltuğandek yakıldı. Misal. Esri saadet gibi batır. Şu esri saadet digen mi, hani muşun vaxtında etken vaxtında hata digen gel. Nemiş kılırsa bir zamandaki esir zamanı, saadet zamanı ya ki şakavet zamanı olmaydı. Bir insan yüzü yaxşı, doğru insan bu Kur'an-ı Kerim'deki Allah Teala'nın emir fermanlarını doğru icra kılsa o adam yüzünü saadet zamansız yaşatkan insan buldu. Doğru. Bu Peygamber Aleyhisselam'ın zamansız yaşayan Ebu Cehil'in yüzü mü yaşayan mesela? Saadet zamanında yaşadı mı o? Onun için şakavet zamanı diyen gel. Yani biz hazır yaşamaktan zamanımızda saadetlik kılış için Kur'an-ı Kerim'de doğru tedbirleşimiz lazım demek çok mesela. Kur'an-ı Kerim'ge özümüzün işin doğru tedbirleş arkalık yolumuzun doğru etmansak biz özümüzün saadet zamanını başladık diyen gel. Doğru. Hakikaten pek işin oldu. Allah razı olsun. Hem de Müslümanlığındaki hazır Müslümanlık hep bulup mu İslam alimleri de hep bizim aramızda hem şu dinde okuyanlar neki tetbiklaş usulündeki hatalığı ben müşahede. Ular nemi tetbiklaydı dese bayman degendek ya Peygamber Aleyhisselam'a nispet verilgen rivayetlik tetbiklaydı ya olmaydı Peygamber Aleyhisselam'da 150 yıl keyin ölüp ketken Ebu Hanife İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed diyen başlarındaki şu vakit çıkıp koygan ehkamlarga tetbiklaydı misal. Bunun özü hazır kaç yıl oldu, kaç yılda yaşayatımız biz misalda. Bunu nurgun yeri doğru kelmeydi. Özgermeydiğin nesler var. Misal roz okşaş, namaz okşaş, taharet eliş okşaş. Bu meseleler hiçbir zaman özgermeydi, o buluverdi. Ama özgür durgan iqtisadi meseledeyimiz, ictimai meseledeyimiz misal. Cinayet, her xil cinayet meselelerdeyimiz. Bundak meseleler nurgun nemede özü doğru kelmeydi. Misal o vaxtda hazırma Avrupa biz kelgen vaxtda, yeni Norvegiya kelgen vaxtda. Bir yıl mı bu vaxtda şundak bir haberler geldi. Aşı gezitilde görüyatımızda onu. Nemede Fransiyat bir kotunun özü iştigal toyu kıptı misal. Toyu o yette adam geldi diyen hazır isimlik etmeye de şu. Estağfurullah. Bundak meseleler misal aşındak meselelerge Kur'an-ı Kerim'de hüküm var mı diye vaxtda var. Bunun özüne şu zamandan izlenizm tapamaydı adette. Ciqandalıqı mesela nurgun sünni nesler bilen aydak payış kılgan işler ciqpa hazırkı vaxtda. Bundak neslerge başka yerine hüküm izlep tapamaydı. Onu da göre Kur'an-ı Kerim'de aşının karta hüküm var, onun özüne tapımda iziz tapalaydı. Şunun için her bir özü dini alim muş zamanda yaşış gerek, muş zamanda özü yaşagan his kılış gerek, cemiyetini öz yaşavatkan cemiyetini yaxşı düşünüş gerek ve o cemiyet buatkan meselini Kur'an-ı Kerim'deki hükümlerge doğru tetbiklaş arkalık insanların, etrafındaki insanların özünü doğru yolga yeteklepmeniş gerek diyen gel. Hem de ben bunu bir kaç türlü ağrıp muşunda kıldım. Ben hem de tetbiklaş sahasında
Muşu boyunca özü bir sözlep çıksam deyben de. Buldu. Men hem de biraz sakal taraf koydum. Yaxşı. Kesin yaxşırak dedim bolsun dep. Men hazır hem de sizge ağızdan karayım. Hem de bayatın Müslüman İslam alimleri ölen peygamberlerin tutkan yolundaki okşamaydıgan farklarını birer Kur'an'da dep çıkan bulduk. Peygamberler hemmesi Allah'ın kitabı tetbik kılganken meselini tetbiklaş arkalık toğru hüküm çıkarıp cemiyetinin özüne toğru yeteklep mangan iken hazır İslam alimlerindeki okşamagan yeri nime dese ular peygamberin kılgan iş hareketlerine peygamberler kılganmış deyilgen iş hareketlerine yani yoki sahabalar kılganmış deyilgen iş hareketlerinin özüge tetbiklaş arkalık hüküm çıkarış yoki olmaydı bunun 1000 yıl, 1,5 yıl burunki insanlarniki yezip koygan näsigi tetbiklaş arkalık hüküm çıkardıgan moşundaq işler hazır davam qılıp kelyapty. Buniki hataligini men muş yerden bilip ala alaymiz degan gap. Oxşamagan fark muş şu. Bizning ötündiğimiz neme degan vaqtda bular hemmisi Arapçani yaxshi bildiganlar o nemini Qur'oni Karimdan bu narsani hem tapa alaydi. Onun üçün köz aldidagi meselelerni Qur'oni Karimga uduq tetbiklaş arkalık zamanımızdaki yani etrafındaki bu atkan işini muş zamanımızda toğra öz hal kılıp cemiyetki insanların toğra yetekleş özü vazifesi var. Yani muşunu öz kılış lazım da uların muşunu sorayımız hem de. Allah razı olsun. Bu birincisi oldu. Hem de bilim hakkında, bilimni qandaq tetbiqlaymiz. Mesela Peygamber Aleyhisselam'ın zamanlarında bilimde nemede qanchalik öz dairde nim qilgan misal. Peygamber Aleyhisselam zamanında Peygamber Aleyhisselam peygamber bo'lgandan keyin cemiyette adette 5%ga yetadi yetmaydi aşındaq insanlar bir narsani yezip öz o'qiyalarga insanların soni aşındaq töven derecede bo'lgan. Peygamber Aleyhisselam ularning özüne qandaq qilgan degan vaqtida hattoki urushda asirga tushgan odamlarga atrofidagi sahobalarga elbani o'gitib qo'yish bedeliga qo'yib o'tish o'xshash ashundaq o'zi shartlarni qo'yib shu savodliq asirga tushganlarning ichida savodli insonlardan bizniki savodsiz musulmonliqsizlar shu elbani yezishni o'qishni o'rgatsanglar bo'ldi deb qismini qo'yatimiz deb ashundaq o'zi shartlarni qo'ygan misol. U vaqtda Qur'on yodlash, birga ishkini qo'shish, yoki bo'lmaydi nima o'qiya yasashga o'xshash, yoki bo'lmaydi tumi chapan, naskerak yasashga o'xshash ishlarning o'zi hali yuqori darajadagi texnikalik ish yoki bilim hisoblangan shu vaqtning o'zida. Ular shu zamondagi bilim ya'ni şu vaqtda öz şiir etdigan şairlarning o'zi olim hisoblanadigan shoir desa og'zidan suvi oqadigan shundoq darajada insonlar shundoq o'zi bo'lgan. Endi hozirgi zamonda degan vaqtda hozirgi zamonda bir odam elbani yezishni yoki bir kitob o'qishni bilsa yoki Qur'onni yodlab olsa o odamning o'zini bizda ya'ni Uyg'ur millatidan boshqa insonlar uni olim hisoblamaydi. Misal. Bizning aramızda hem de Kur'an yada adamni olim deb qo'ydiki, hem de ishini bilmasimi, bularning o'zini boshqa bir hech qanday bir millatda buni olim demaydi. Biraz bildigan odam deb qaramaydi. Ya'ni hozirgi zamonga nisbatan bu Peygamber Aleyhisselam'ın zamanidagi ilmlar asosan bir boshlang'uchda birinchi hozir Angliyada yasli deydi, bolalar 4 yosh 3 yaşda şu asasen 2 yaş yasliga apırıp verimiz. Yaslinin özüdüler mektep çıkıcı arlıkta yaslide şu elbani hemen gelişti övdü başardı. Şunun okşar bir avaz çıkarttı o. Öyle oldu. Bir çığlık kaldı. Demek ki bu yerdeki fark neydi degan vaqtda Peygamber Aleyhisselam zamanındaki ilim deb hisoblangan narsalarni hozirgachilik
yana shu Qur'on o'qishni, o'rganishni, Qur'onni yodlashni, sahobalar yodlabdiki deb Qur'on yodlashning o'zini, hozirgi vaqtning o'zini ilm hisobiga elib olib, bütün hayatının özünü aşına ötküzüp öleş, yani bir Kur'an'ı yadlaş öyle ötküzüp öleş, Kur'an'ın içinde bir nesinin özünü bilmezlik, Kur'an'ın içinde nemeye emel kılış lazım kendini bilmezlik, bunun özü bizge hazırki vakitte ilim hesaplanmaydı diyen gibi. Hazır Kur'an'ı yadlaşının özü hiç kandak, onun ehemmiyeti yok. Kur'an'ı fakat birer par yadılsak bol diye, yaxşı okuşunu öğrensek, birer par yadılgan deyken, o bütünle yadlaşmış kadar gerek yok. Öyle bir ton ekirip alımız mı, 10 ton ekirip alımız Kur'an koçularda, Kur'an satgan yer yaman jiq. Onu ekirip okusak boldu. Ama onu yadlaşның onuga hazırki vaqtda zamonaviy ilm fanlarini o'qish. Yani siyaset, iqtisod, harbiy ilim masalan, general o'quvchilik orliqda, jiq ilmlar va askarlikda, texniklik ilmlar misol, har xil texnologiyani o'rganish, bularning o'zi hazırki vaqtdagi eng zarur bo'lgan nima ilmlar. O Kur'an'ın üzerinde Kur'an'ı yadlasa acayip kattılık ilim. Bazı hadislerde şuna bakın. Ata-anasına taç, altın taç 200 yıl ol yapacak. Şu elip belgeden tüketken, Kur'an'a çıkan deplerimizin derecesi ayrım. Oluğa tortlarını yasap, aşında pul neslerden kattık. Şatlandırıyor dedik ama Türkler üstteki ya onun için. Uygurlar günlük yemiş ya. Bu Kur'an'da Allah bizden Kur'an'ı yadlaşını talep kılan bir ayet var mı hacım? Ben tapamadım hadis ya. Benim ilmim mürekkep kaldı mı? Hiç bir ayette ve Kur'an'ı yadlı hep yok amcam. Kur'an'ı yadlaştırdık, Kur'an-ı Kerim'de onda ayet yok. Hem de fakat Kur'an-ı Kerim'de düşünüş, onu tefekkür kılış, onu emel kılış. Yani bütün bizge berilgen neme şu buyruk. Şu Kur'an-ı Kerim'de okuyan vaxtda onu efela taqilun, efela tefekker neme tetefekkerun, efela tedebberun misalda degan o'xshash nurg'ulg'an o'zi efela ta'lamun degan o'xshash nurg'ulg'an oyatlar borda sizlar bilmamsizlar, kallangni ishlatmamsizlar, aqlingni ishlatmamsizlar, uni oldi-keyin o'ylamamsizlar degan o'xshash nurg'ulg'an oyatlar bor. Buning o'zi nimani bildirib desa, bu Qur'oni Karimni o'qib qo'yish yoki uni arabchasini manda tarjima qilib qo'yish emas, uning ichidagi nimani maqsad qilyapti u yerda. Buni yaxshi tushunish har bir o'zi o'qigan odam uchun nihoyat muhim ekanligini bildirdi degan gap. Endi bu yerdagi bir nuqta bor, nihoyat yaxshi tushunib oladigan Payg'ambar alayhissalomning zamonasida o'sha ilmlar misol ilm qatorida hisoblanadi. O ilimni o'qigan shu Payg'ambar alayhissalom zamonasidagi shu bilimlarni bilgan insonlar shu zamondagi eng ilg'or insonlar qatoriga kiradi. Misol Qur'oni Karimni o'qib, uni tushunib insonlar gap qilgan vaqtda boshqalarga qarab hayron qoladi-da. Chunki shundoq o'zi Qur'oni Karimdagining mazmunini ular yaxshi tushungandan keyin u nihoyatda yaxshi o'zi ilm hisoblanadi. Uning uchun Payg'ambar alayhissalom shu Makkaning o'zi burungi ismi Yasrib deb ataladi. Yasrib uni keyin Madina degan o'zi ismga yo'tayotgan nima uchun degan vaqtda u madaniyat taqilgan madaniyatlik bir shaharning nomi berilgan u nimga. Demak, madaniyat ashyosi taqilganda islom bir insonlar bir madaniyatni o'ziga Qur'oni Karimni o'rganish orqali madaniyat bo'lgandan keyin ashyosi taqilganligini ashyosi bilib olamiz. Bu yerdagi bizning ashyolarni o'rgangan narsamiz nima degan vaqtda ular shu zamonda insonlardagi bilimdagi bo'lgan ham shu Madinaning o'zida nurg'ulg'an bilimli insonlarni yetishtirganligi uchun u keyingi zamonda Payg'ambar alayhisalom vafot bo'lgandan keyin nurg'ul yerga o'z imperiyani qurib, nurg'ul yerni o'zini ishg'ol qilib, imperiyani qurib, u yerni o'zini adolatini so'rgan, shunday o'zi bir zamonlar o'tgan. Bizning o'rgandig'imiz nima degan vaqtda bizmi o'zimizning zamonasida hozirgi zamondagi hozirgi zamonga nisbatan eng ilg'or odamlarni yetishtirish ashlarga vorislik qilganlik bo'lib hisoblanadi degan gap. Shu zamondagi ilmni o'qib qo'yish emas, ular shu zamonga loyiq yoki shu zamonda eng ilg'or ilmlarni o'qish orqali insonlarning eng ilg'or bo'lgan bo'lsa, bizga tushgan vazifa nima bo'ldi degan vaqtda bizga tushgan vazifa
Aşlaq o'xshash biz zamonimizda, ya'ni hozirgi shu 2023-yildagi mush zamonning o'zida biz insoniyatniki eng ilg'or insonlari bo'lish bizniki ustimizga tushgan vazifa bu degan gap. Buning uchun biz nima ish qilishimiz kerak desa, biz hozirgi vaqtda, hozirgi zamondagi eng ilg'or bilimlarni o'rganish orqali insonlarniki oldiga o'tish, hech bo'lmasa shularga o'xshash holatga yetish. Bu bizga nihoyatda muhim, zarur bo'lgan yoki farz bo'lgan shunday bir ish degan. Doğru. Endi bu yerda olimlar haqida bir ishga qilib qo'yay. Bizda davomli burunqi, ya'ni o'lib ketgan bundan qancha ko'nrab ketsa, o olim shuncha bek uniki qimmat bo'lib ketadigan, shunda u odam hammani bildigan, shunday o'zi hisoblaydigan odat bizda mavjud. Bo'lsa 1900 yil burunqi shu odamlarni qilsa, shularning o'zi hammani biladi degandek bunday bir odat shakllanlikda. Uning uchun bular davomli shu ko'ni kitobni bek o'qiydigan, şu konu zamandaki alimlarni maqtaydigan, konu kinoni ko'rib, shundan huzurlanadigan holat hozirgichilik bizda o'zi avjab ketishlik. Hamda aslida nima desa, shu yuqorida men deganga o'xshash payg'ambarlarni misol qildim, misol 25 payg'ambarni, 25 payg'ambar hech birisi burun payg'ambarni maqtab, o'ziga andaq qilib o'tibgan, mandaq qilib o'tibgan. Shuni faxrlanib, o'zi ish qilmay, bundaq o'zi o'tgan bir yer yo'q. Bundan biz neyini bilib olarayımız degan vaqtda biz o'zimizning zamonisida olim bo'lishimiz va o'zimizning zamonisdagi olimlardan foydalanishimiz va shu olimlarniki shu olimlarga o'z loyiq hurmatini qilib, o'zimiz zamonisdagi olimlardan foydalanishimiz nihoyat muhim ekanligini bildirdi degan. Chunki har bir inson uchun o'zi yashayotgan zamondagi olimlar shu zamonisdagi ilmni yaxshi biladi. Şu ilimni yaxshi bilgandikin u odam undan o'rgansa, u zamoniga loyiq inson bo'la oladi degan. Biz davomli o'z bundan eng o'zi yaqin bo'lsa 200-300 yil, bo'lmasa 500 ming yil burungi olimlikni o'rgangandikin, biz hozirgi zamonga loyiq odam bo'lamay, jamiyatni oqis qilib, yoki dunyoda bir ish bo'lsa, uning o'ziga hech qanday kallamiz yetmaydigan, tafakkur qilolmaydigan, o'zimiz chiqish yo'lini topolmaydigan bunda holat bizni shakllanib qoladi. Siyasetniki bir Peygamber Aleyhisselam andaq siyaset qilgan, Abu nima, shu nima, Hazrat Umar mandaq qilgan, Hazrat o'zi Abu Bakr mandaq qilgan deb ashlarni pesh qilib, insonlarga shundaq o'zi javob bergan narsa odatga aylangan, misol. Biz o Abu Bakr, Umarlarni maqtashning o'rniga hozirgi zamanda Qur'oni Karimni yaxshi tushunadigan, yoki jamiyatni yaxshi tushunadigan, dunyoni yaxshi tushunadigan insonlarni tarbiyalab chiqarish orqali hozirgi zamondagi Abu Bakrlarni paydo qilish kerak. Hozirgi zamondagi Umarlarni paydo qilish kerak. Shu vaqtda biz nima qilamiz degan vaqtda, shu vaqtda biz o'zimizdagi saodat davrini yaratgan bo'lamiz degan gap. Doğru. Eng bo'lmagan vaqtda hozirgi zamonni bildigan, bo'lmasa oldimizdagi zamonlarga qarta buningdagi mandaq bo'lishi mumkin. Buning qarta biz mandaq ishni qilishimiz lozim. Dialoglar insonlar bizning aramizdan chiqishi lozim. Yani şu vaqtni o'zida biz millatimizni o'zi qutqizalaymiz degan gap. Abdülhalık'ı klasiklarını okuyumuz ama onunki şu cevherin adımız küldün kül köpsünün hemmimiz ötken bir yer ekil bulamayımız demek şu olsun. Elbette. Misal biz Ebu Hanife deyimiz, İmam Şafii deyimiz, o bizi hürmet kıldıgan beşimizin üstünde yeri var alimlar. Bu alimlar ne için hürmet kılmaz degan vaqtda o alimlar öz zamanıdaki meseleni to'g'ri hal qilish orqali millatga to'g'ri yo'l ko'rsatgan odamlar. Doğru. Hem de şu vaqtda ko'rsatgan shu to'g'ri yo'lning o'zi hozirgi shu jamiyat to'g'ri kelamdi degan vaqtda to'g'ri kelmaydi. Agar shu olimlar hozir hayot bo'lgan bo'lsa, hozirgi jamiyatga loyiq Qur'oni Karimni hozirgi jamiyatga loyiq tushunib, insonlarga hozirgi jamiyatga loyiq bir hukmni chiqish orqali insonlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatgan bo'ladi deymiz. Doğru. Hiçbir zaman men şu Peygamber Aleyhisselam'dan 150 yıl keyin nim qilgan, o'lib ketgan misol 75 yıl keyin tug'ilib ketganman. Men shu zamondagi hukmni chiqarma deb turolmaydi ular. Peygamber Aleyhisselam hayot bo'lgan taqdirda Peygamber Aleyhisselam hozirgi zamondagi oldimizda bo'layotgan ishlar qarta hukm chiqish orqali millatni to'g'ri yetaklab mangan bo'ladi.
Bu herkes mi ben 1400 yıl burun mandat degan aş gipim gap demigen bo'latdi misol. Shuning uchun bu yerda Doğru. narsa nima degan vaqtda bu olimlarni ki tarjimalarni o'qigan vaqtda aş olimning zamonasiga berib olmasdan biz hozir u olimlar o'z zamonasini nima qilibdi deganni tushunishimiz lozim. Shuni tushunish orqali biz hozirgi zamonni nima qilishimiz lozim ki shu vaqtda deb o'zimiz shu savolni qo'ygan hamon biz darhol hozirgi zamon qaytib kela olamiz va hozirgi zamonga loyiq odam bo'lishga tirishimiz va atrofimiz insonlarga hozirgi zamonga loyiq holatda bir yo'l ko'rsatishga tirishimiz degan gap. Yani bu bizniki o'zi hozirgi zamonga loyiq odam bo'lolmasligimizga birdan bir sabab shu hamda. Ko'ni zamonga o'zimizni mahkum qilib olib, hozirgi zamonga o'zimizni o'zi ekilanmaganlik. Doğru. Allah razı olsun. Hem de siyaset hakkında bir ikki og'iz gap qilay. Siyasetin tatbiqlanishi nemasi? Siyasette Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Aleyhisselam'a koygan iki şart var. Bir şart devletinin içindeki insanlara lekum dinukum veliyedin velen adalet. Yani adaletle hüküm kılış. Yani Allah Teala düşürgen nerse bilen hüküm kılış, adil buluş. Bu iki nersinin özüne Peygamber Aleyhisselam yani Kur'an-ı Kerim'de aşın düşürgen devletin içinde her xil dindeki insanlarga hem adamın dini özge degan siyaset bilen iş yapmagan ve hemmesiga yani Yahudi olsun, müşrik olsun, Müslüman olsun, aşın hemmesiga hüküm qilgan vaqtda adaletle hüküm qilgan. Mesela Peygamber Aleyhisselam'niki qishiga bir Müslüman bir Yahudi kelib yer majrasida kelgan vaqtida Peygamber Aleyhisselam şöyle adil hüküm qilgan bo'lg'achqa ayda hüküm o Yahudniki foydasiga chiqqan shu vaqtida. Müslümanniki xato chiqib qolgan. Bu adalet bundaq bir narsa. Peygamber Aleyhisselam şu vaqtning o'zida davlatning ichida shunday siyosat qilgan, shu mushriklar qanday qilgan, yahudlar qanday qilgan deb o'tirib, biz Yahudi boyaga berish, mushrik boyaga berib hüküm qilish bizga o'z lozim emas. Biz özümüzün devletinin içinde mayli qandaq dindik insanlar bo'lishini qat'i nazar Qur'on-i Kerim lakum dinukum veliyedin degan oyatga asosan özümüzün devletinin içinde bütün insanlarga hamma odamniki e'tiqodi o'ziga degan e'tiqod bo'yicha devletniki nemasi vazifasi nimasi adolatli hukm qilish. Hokimiyat adolatni asos qiladi. Adolat orqali bütün insanlar adil hukm qilish. Yani bu devletniki tutulmadığı yolu şu arqılıq bütün insanlar adaletli hüküm qilish, hüküm qilib kelgan Peygamber Aleyhisselam şu vaqtda Ebu Bekir mi shunday qilgan, Hazrat Umar mi shunday qilgan misol. Endi biz hozirgi zamonga o'tgan vaqtda, hozirgi zamonda u boy degandek Makka mushriklarni izlab yurmaymiz. Yahudlarni izlab yurmaymiz. Hech qanday bir odamni izlashga hojat yo'q. O'zimizning mamlakatida qaysi millat, qaysi dindik insonlar bo'lishidan nazar ularga biz öyle bir yaşayımız deydigan her qanday insonga Xitoydan boshqa. Yani Xitoyni qo'shib olib deb qolmasin. Bizning vatanda Xitoydan boshqa har qanday bir vatanimizda yashab kelgan, tarixdan buyon biz öyle bir yashab kelgan millatlarga qaysi din, qaysi e'tiqod, qaysi millat, qaysi til, qaysi madaniyat bo'lishini qat'i nazar ularga o'zi lakum dinukum veliyedin hukm bo'yicha ve adalet bilen hemmesi özü ma Müslümanke bunun yanvasay, ma özü başka dindikke bunu sel iğrak hüküm çıkarvatay digen mundaq näsde olmasın adaletli hüküm çıkarış bu Peygamber Aleyhisselam qilib kelgan iş Allah Teala buyurganlık için Allah Teala'nın buyruğunu açlab icra qilgan hem biz özümüz tatbiqlagan vaqtida çödse men mushu qatarda hüküm qilishimiz lazım degan gap. Yani bizniki hozir altımızda neyim olduğunu bilmemiz, eğer bir uruş bina sıkıp kalkan takdirde, mesela şundak yaxşı Müslüman mücahitlerimiz var ve
belki namaz mı okumaydigan, namaz okuşunu bilmeydigan insanlarımız iman cık buluşu mümkün. Başka dinlik kirip algan Uygurlar buluşu mümkün, Şarkı Türkistanlıklar buluşu mümkün misal. Muşlarning hammasiki vatan uchun kurash qilish haqqi bor. Vazifasi bor. Ya'ni haqqi emas, vazifasi bor. Ular sapga bir-biriniki dini nimasi emas, hamma odam o'zining dini o'ziga degan o'zi prinsip bo'yicha sapga tizilib turib, dushmanimiz Xitoy, o dushmanga birga qarshi turish hamma odamniki o'rtaq vazifasi degan gap. To'g'ri. Sen taqvo ekansan, sen o'zi laqvo ekansan deb bir-biriga laqam qo'yish orqali bir-birini kafir, musulmon, munofiq deb chiqarib, bu yerda o'zaro bir-biriga qarshi turish hojati yo'q. Chunki Qur'oni Karimda dinni zo'rlash yo'q. Uning uchun xalqan odam qanday dinga kirib olsa, o'zining shaxsiy ishi, faqat biz islom dinini to'g'ri tashviq qilish orqali islom diniga kirishni tashabbus qilamiz, xolos. Bu. Allah razı olsun. Tüydü mü ya? Yine bağımla devam et. Devam bağ. Şuna mı? Endi o iqtisodning o'zini qanday tatbiqlaymiz degan vaqtda bizda iqtisodda misol shu 1400 yil burungi vaqtning o'zida chiqargan yoki Abbosiya yoki Umayya sulolasi zamonida chiqargan bilmaymiz, hamda shu 2,5% zakotning o'zini 2,5% berish haqida shunday bir nimalar bormi shu fiqh kitoblarida Hidoya Sharh Qoyilda. Hem eğer Peygamber Aleyhisselam şunda 2,5% nima zakatni 2,5% berishni ki aşında tatbiqlab aşında Qur'oni Karim zakat beringlar degan buyruqni bu halda belki bilan berilguchi orliqda bo'lgan o'g'ashqa ehtiyoj qarta yig'ilgan bo'lgandan keyin agar 2,5% degan bo'lsa Peygamber Aleyhisselam şu vaqtdagi ehtiyoj 2,5%ni talab qilganligi uchun 2,5% chiqqan bo'lishi mumkin. Agar Peygamber Aleyhisselam shunday qilgan bo'lsa, jazman shunday qilgan bo'ldi endi. Ehtiyoj 2,5% aşağıdaki pulsi odamlar 2,5% bersa, ehtiyoj qamdildigan bo'lsa, Peygamber Aleyhisselam shunday chiqqan degan. Hamda agar hozirgi vaqtda tuyadigan vaqtda, hozirgi vaqtda biz o zakatning o'zini 2,5%ni ko'tarib yurimizmi? Shu 1400 biz ko'tarib yurdik. Buni da kim ko'tarib yurimizmi degan vaqtda kötülük yürüyüşke hacet yok diyen gibi. Eğer Peygamber Aleyhisselam hazırlık zamanda Angliye'de bir yer bukagan takdirde Angliye'deki iqtisadi ihtiyacı kançılık bolsa şunun kartta pul berdiganlarga pürselleştiriş arqılık aşındaq pul algan bolatı diyen boldu bu. Mayli 5% bolsun, mayli 10% bolsun aşındaq özü zakatını aşındaq jiqqan bolatdı. Şunun için bu yerde zakatını 2,5%ga mahkum qilish o butlay xato, ham uning ustiga 1 yilda bir qatim. Ya'ni ehtiyoj bo'lgan vaqtning o'zida zakatni yig'ish yoki yillik ehtiyojning o'zini to'liq hisoblab, uning qarta oyma-oy zakat yig'ish, qancha %ga to'g'ri kelsa shuncha % yig'ish, ya'ni bu Qur'oni Karim ko'rsatgan yo'l degan gap. Ama Sura Tövbe'deki 103-oyatida Xuz min amvalihim sadaqatan tutahhiruhum ve tuzakkihim biha ve salli aleyhim inne salateke sekenun lehum vallahu semiyun alim degan mush oyatning o'zida nima deydi desa Alloh taolo Peygamber Aleyhisselam buyruq qilyapti. Bu hozirgi zamonga nima endi uyg'un keladi. Hammamizga deyotgan gap. Sen ularniki mollardan sadaqa ol. Sadaqa deganning o'zi zakat. Yani bu zakat deyishimiz nima degan vaqtda sadaqa degan ne asli bir odamga bedelsiz bergan narsa. Ben bir narsa bersem, bunu bekor qilib berib olsam, u sadaqa bo'ldi misolda. O zakatning o'zini hukumatga mesela hozir boj to'lgan vaqtda hukumat uningga bir narsa bermaydi. Bermaganligi uchun uning o'zi hukumatga bergan narsa boj bo'ladi. U alqi bergichiniki bergini sadaqa, hukumatning og'ini boj. Ikkisiniki nemiz ayndaq bo'ldi. Tutahhirhum ve tuzakkihim. Ularni sen paklaysa ve oniki ularning zakatını algan bo'lsa. Bu shunda qilsang zakatni algan bo'lsa. Zakat degani bir tarafdan aytgan vaqtda nima bo'ldi desa,
Zeki deymiz biz. Zeki degeni başka adamga nisbeten aklı yaxshiroq ishlaydigan, aklı azroq, yüksek degan ma'noni bildirdi-da. Muşu o'zidilla nimani bildirdi desa, pul tepiyotgan, puli ko'payayotgan insonlardan elish degan narsa, elishni bildirdi degan gap. Yani pul tepiyotgan insonlardan zakot elishni bildirdi. Ba'zi odamlar uning o'zining ehtiyojini oshgan hammasini berish kerak degan hukm chiqargan odamlar borki, bu Qur'oni Karimda uning to'g'ri kelmaydi. Qur'oni Karimda o'zidagi ehtiyojini ortiqni berish emas, ehtiyojga qarta berish. Ehtiyoj qarta berishning o'zi belgilangan. Uning uchun Qur'oni Karimda misol 8 o'rin إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل مشو nima 8 o'rinning o'zi Qur'oni Karimda bayon qilingan. Buniki bir qanchasi misol lil fuqara vel masakin deganning o'zi bu nima ko'plik asosan vel amilin deganning o'zi mushu hozirgi mushu Yevropadagi sotsial yordam elayotgan insonlar mana mushunga tushdi degan. Faqir, miskin, masalan, vel amilina deganning o'zi ma'mur xodimlar misolda qul azod qilish, hozirgi vaqt qul azod qilish yo'q, hamda muallif qulub, misol boshqalarni o'ziga mayil qilish uchun hozirgi vaqtda misol Turkiyadagi hilal oy degan bir nima bor-ku. Aşu boshqa davlatlarga naskerekni olib qizil hilal oymi u? Ma nimada? Qizil hilal oy. Ma Yevropada qizil keres deydi uni. Aşu boshqa yerga shunday naskerekni olib kambag'al davlatlarga nima qilib, o'ziga mayil qilish uchun hech bo'lmasa davlatni ana davlatligim bo'lsa yaqin bo'lib-da, ashni maqsad qilib ular shu shunday yordam qiladi. Mana shu 8 o'rinning o'zini Alloh taolo belgilaylik. 8 o'rinniki umum ehtiyoji qanchalik bo'lsa, pul tepayotgan odamlardan shuning qarta o'zi pul yig'ish, bu o'zi zakot chiqqanlik bo'ladi. Ham davlat uni chiqqan vaqtida qanday qildi degan vaqtda, men yuqorqi oyatga asosan va salli alayhim deganning o'zi ularga yordam qil. Ya'ni u yig'ilgan pul bilan kimga desa, o sadaqa shu pul ehtiyojli o'rinlarga yordam qil. Yoki bir tarafdan yan tarafdan qilgan vaqtda va salli alayhim deganning o'zi bir tarafi u, yan bir tarafi u pul bergan odamlarga yordam qil. Pul bergan odamlarga qanday yordam qildi? Inna salataka sakanun lahum. Chunki seniki yordaming ularniki xotirjamligidir. Bu nimani bildirdi desa, davlatga bir odam bosh topshirgandan keyin davlat uniki iqtisodni qo'g'daydi, uniki hayotligiga kafolat qildi, iqtisodiy kafolat qildi, uniki haq-huquqiga kafolat qildi. Shunaqmi yoki? Davlat mana mushunga kafolat qilish davlatning vazifasi. Shunda agar sakanning o'zi bu davlatga tatbiqlagan vaqtida davlat uniki iqtisodniki xotirjamlikka, ya'ni iqtisod bexatarligiga va hayot bexatarligiga, ya'ni-chi haq-huquq, bu bexatarlik yana kafolat qilgan gap. 5 kafolat, 5 xil kafolat nimasi bor shu. Shu o'zi nimaning o'zida yana davlatga xalqniki bosh topshirish insonlarning bosh topshirish vazifasi var. Devletin vazifasi o vaqtida degan vaqt devlet uni qo'g'dash, har tarafdan qo'g'dash vazifasi var degan gap. To'g'ri. O agar ashunda qilmasaydi qanday bo'ladi desa, bu jamiyatda boy bilan nomratdan aloqa bek cho'ngib ketib, oxirat bu kommunizm degan narsa, sotsializm degan o'xshash bir narsa chiqib, undan keyin barliq nomratlarni yig'ib, shular boy bo'lmishlarni o'ltirib, esib tag'uchi ayna qildigan gaplardi.
Doğru. Şunun için Peygamber Aleyhisselam zamanında 2,5% ağam bolsa, biz hazırki zamanı tatbiqlagan vaqtida eğer o 2,5% bilan iş hal olmaydigan bolsa, qiyinchiligimiz hal olmaydigan bolsa, o vaqtda iqtisodiy qiyinchiligimiz pul topayotgan odamni qanchalik ag'a vaqt hal bo'ladi. Buni biz pirsanlashtirib to'xtatish lozim degan gap. Ya'ni konu o narsaga eslanish hajotsiz degan gap. Ya'ni o 2,5% degan gapni o'qigan vaqtidami, shu zamonda mushtaq ag'am elib, bundan o'zi shu orqali o'zining iqtisod ehtiyojini qamdabdi-ki, ham demakki hozirgi zamondami biz qanchalik olsak ehtiyojimiz qamdalsa, shuning loyiq olsak bo'ldi-ki, deb o'zimiz ashuni dars chiqarishga bo'ldi degan gap. Tatbiqlash bunda Qur'onda inib manchi bilsa anlasa deb yo'q-ku. Yo'q. O yo'q bo'lish nima desa, ehtiyoj egiz pasib turdi. Masalda, ehtiyoj egiz pasib turgandan keyin bekos 1000 ko'yga, bekos 500 ko'yga ehtiyoj bo'lib qolsa, o vaqtda o'zi hammasini bir qilib qilib qo'ysak, 1000 ko'yga ehtiyoj kelgan vaqtda 500 ko'y nereden topadigan gap shu vaqtda. Demakki bu yerdagi narsa nima desa, ehtiyoj qarta o oldigan narsa o'zgarib turdi degan gap. Şoňa fiqh o'qigan vaqtda o fiqhdagi narsani yodlab olmay, o fiqhni o'qishning maqsad, ya'ni demakki jamiyatga bo'layotgan narsalarni to'g'ri hal qilish orqali shuning o'zi to'g'ri diagnoz qo'yib, masalaning o'zini qanday to'g'ri hal qilgan bo'lamiz. Masalan, hozir iqtisodiy masala kelgan vaqtda masalan o'tgan yil 10 ming ko'yga bir jamoatning 10 ming ko'y ehtiyoj bo'lgan bo'lsa, 10 ming ko'yning o'zi bir yilga chechib har pul tepatgan odam majlisdan bersa, manasimiz hal oldu degan bo'lsa, bir yil 15 ming ko'yga ehtiyoj kelsa, u vaqt qanday qildi ekan? Demakki, uni ko'paytirish to'g'ri kelgan gap. Shuning uchun jamiyat bo'lgan ehtiyojning o'zini to'g'ri tahlil qilish lozim, to'g'ri tadqiq qilish lozim. Undan keyin pul beralaydigan odamlarga uni to'g'ri chekib, uni fursatlaştirib, o masalani ashuna hal qilsa, shu vaqt to'g'ri bo'lgan bo'ladi deydi Qur'oni Karimda. Shuning uchun bu Qur'onni o'qigan, yana o'z dinni o'qigan insonlar bunda tatbiqlash masalasi kelgan chog'da nihoyatda o'zi yaxshi bu masalalarni yaxshi bilish kerak va yaxshi hisoblash kerak yani. Yani Peygamber Aleyhisselam'dan, yani burun peygamberlerini hatta Peygamber Aleyhisselam'ın bütün peygamberlerini tutkan yolları benim şu. Peygamberin kığa işi emez, tutkan yol, tutkan metodu biz erişilen gapta, ergeçken vakti biz ne kılımızda, kudu Peygamber Aleyhisselam hazır ki bizge şu hüküm çıkarıp geldik, hükümün özünü özümüz Kur'an-ı Kerim'de çıkarıp alayımız diyen gap. Allah razı olsun, rahmet. Bu iqtisadi cihat tatbiqatı oldu. Hem de halal haram meselesi de, yani bunu bir işkimi şunu kılay bunu. Halal haram meselesi de nurgulgan talaşta atışlava, bazı adamın anası halal deydi, bazı adamın manası halal deydi. Kur'an-ı Kerim'de deydi diye vaxtda, Kur'an-ı Kerim'de misal saypay, mevici ve ziraat nes gereklerden hemmesinin özüne, faqatla özüne ses puraydigan necis mundaq neslerden başka hem nesinin özüne Allah Teala halal kılganlığını bildirdi. Yani Kur'an-ı Kerim'de sizlerge pakiz nesler hemmesi halal kılındı ve habis olan, necis olan nesler haram kılındı deydi. Yani ses puraydigan otlar var, misal ot çöpler var. Ya kombay ses ketken meyveler var, ses ketken saypaylar var. Men bu nesler haram bolu diyen gap, necis bu qalğanlygy üçün. Diyen gap. Hem de hayvanlardan çödgen vaqtda hayvanlarga Allah Taala iki xil şart qo'yuqliq. Birisi nima desa, şu Sura Maid'deki 1-ayetide ya eyyuhellezine amenu awfu bil uqudi uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla aleykum. Gayri muhillis seyri ve antum hurum diyen şu ayetindeki demesi de behimetul en'am diyenin özü hayvanlarındaki yırtqış olmaganları halal kılındı. Behime diyenini gayri suba deydi. Yani yırtqış olmagan hayvanlar sizlerge halal kılındı. Diyenin özüdün bütün hayvanın iki bölümümüz yırtqış ve gayri yırtqış. Yani yırtqış emas dep. Şu vaqtda yırtqış hayvanların hemmesi uçar
kuşlar olsun, ya ki denizin içindeki hayvanlar olsun, meyli özü, kurukluk hayvanlar olsun, yer kuşunun hemisi haram deyen gap. Mesela deniz içti deymiz, deniz şirler deymiz, misalda. Bula özü ma o kuruklukmadıgan eşit, müşük, bunda kalkı jet kuş hayvanlar, onu kuşlarının özünün, mesela kuşlardan eneklamada tumşuk ilmek, tumşuğu piçiği var, hayvanlar var mesela. Bu narsalarning hammasi nima desa, mushu bir tal oyatniki nima Allah, hammasi haram degan. Endi yer qush bo'lmaganning hammasi halol mo degan vaqtda Alloh taolo illa mayutla alaykum deydi. Lekin sizlar o'qildig'ini tövünde, o'qildig'ining o'zi buning sirtida. Oxirisi nima desa, oxirsida yani 3-oyatning o'zi nimani bayon qildi desa, mushu hozir ma 1-oyat, 3-oyatda hurrimat alaykumul maytatu vaddamu va lahmul khinzir deydi Allah Taala. Bu nimani bildirdi yani? Sizlarga halal yani yer qush bo'lmagan hayvonlardan o'zi o'lib qolgan hayvon, yer qush bo'lmagan kala, qo'y misalda, mush narsalardan o'zi o'lib qolgani. Yani qon va o'zi o'lib qolgani halol nima harom qilindi deydi. Chunki qon harom. O'zi o'lib qolgan hayvon nima uchun harom? Qon hayvonniki ichida qolib qolganligi uchun haram. Yani bunu Allah Teala tefsir bayan kılıp ayda birinci sokuş ölgen ya bir yer küçük ölgen esir ölüp kalgan Allah Teala onu bayan kıladı misal. Bula haram. Andaki mavu butlak atalgan çözsüz. Butlak atalganın özü pasık. Pıskı deydi Allah Teala. Yani başka ayetinde onu bayan kıldı. Pıskı deydi. Pıskı degenin özü yolsuzluk kalmak. Haram emez. Ama o onun ataşının özü hata deydi. Yani boğulduğun, kırını çıkartkan bir göçün özünü apırıp, bu ataşın özü, o göçü haram koymaydı, yolsuzluk kabul değil bu. Kur'an'da bu ayet turdu. Andakin, tunguzun güçü haram deydi Allah Teala. Neymiş karşı? Tunguzun özü, feinnehu rizz. Bu tunguz, necis. Yani, bu şu deyipkan özü, yer kuş bo'lmagan hayvanın içinde tunguz mu yer kuş emas hayvan? Aşı hayvan yer kuş bo'lmagan hayvanın içindeki nemilden tunguzning o'zi haram. Yani neymiş kadar necis olgalığı için necaset haram emas mı? Bunun için bu haram degan gap. Yani bunun özü misal junda, poq suyduk misal. Bu narsalarning hammasi nima desa haram degan gap. Ben bu iki şart asasen necis bo'lgan hayvan ve yırtqush bo'lgan hayvanlar bu iki tepesi ya ki yırtqush bo'lishi kerak, ya ki necis bo'lishi kerak, ya her ikisi hem necis hem yırtqush. Bunda bo'lgan vaqtda bu hayvan haram bo'lur ekan endi. Qur'oni Karimda şu at, eshak, keçir to'g'riliq maxsus oyat var. Vel khayla vel bigala vel hamira literkabuha ve zina degan oyat var. Nurg'un odamlar o'tganda bir aşı gap chiqib, o'sha degan uni o'zini qilsak, mana bu eshak go'shti halol demasmi deb Peygamber Aleyhisselam onu haram qildi. Peygamber Aleyhisselam Qur'oni Karim nima hech qanday bir yerda eshak go'shti ya qachini go'shti ya at go'shtini o'zini haram qilgan bir yer yo'q. Xaybarda sahobalar shu eshakning o'zini so'yib qozon sog'a vaqtning o'zida Peygamber Aleyhisselam şu eshak go'shtini yemasi to'g'riliq shu yerda buyruq bergan yeri bor. U nima qilgan vaqtda Alloh taolo Qur'oni Karimda vel khayla vel bigala vel hamira literkabuha ve zina. At eshak qachini o'zini siz yasab, jabdib, uning o'zini minislasizlar. Sizning uni ehtiyoji var. Uning uchun uning o'zini berdigan o suyib yakirg'ashni qilmanglar. Degan gap. U haromlik emas, ehtiyoj bo'lganligi uchun. Misol, nimaning o'zini altın, kumush narsa kerakning o'zini taqashqa bo'lmaydi degan gap bor-ku. Altın, kumushning o'zini erlar taqashning o'zi harom emas. Altın taqashmasa, lekin u pul. Bir yerga bir narsa setib bo'lsa, qilgan bu pul. O pulning o'zini bo'yniga, qo'llariga taqib olsa, u vaqtda xashlaygan nima qoldi?
Yoksa ihtiyaç bo'lgan narsalarning o'zini halqidek ehtiyojni qamdayamaydigan holatga chiqib qo'yish bu xato degan. Shuning uchun bu yerda Qur'oni Karimdagi mush ikki shart, ya'ni hayvonlarning o'zida yoki yemak-ichmak, shu ziroat, mevchi va saypayning ichida nejis bo'lmagan narsaning hammasi halol. Shu saypay, mevchi va ziroatning ichida mau hayvonotlarning ichida ko'rsa nejis bo'lmagan ve yırtmış bo'lmagan hayvonlarniki hammasi halol degan gap. Mush ikkita shartni tutib olsak, dunyoning nariga olsak, shu shart tepilmasa, o hayvonning o'zi halol, men buni yesam bo'ldi-ku desak bo'ladi. Ular maxsus bir mollani chaqirib, "Ma'ning o'zi halolmi, harommi?" deb yurishga hojat yo'q. Oradaki halal ve tayyip bo'lgan narsalardan yanıladigan oyatning bor mı? Tasdiqlaydigan. Hem de tayyip degani pokiz degan gap. Nima Qur'oni Karimda pokiz bo'lgan hamma narsa halol deyiklikchi, shu ziroatga qarta deyiklik uni o'zini. Ma u nima hayvonotlarda nejis bo'lgan faqatla tunguzning o'zini ko'rsatadi. Ham bizdagi aramizda O'rta Osiyoda eshaklar qichini yeydigan odat yo'q. Ama Arab mamlakatlarida o eshakning qichini yeydi ekan hamda. Ama Irak'ta nurgulluğanları ancak eşeğinin kaçını yedi ki bizde hem de atını yeydi o adette. Eşeğinin kaçını yemeydi o. Yem adet kılmaganlığı için onun özünse o haram. Mesela keleğini yemeydi biz tarafta. Araplar onun ait pek yaxşı gördük ki o keleğini yeydi adette. O özümüz yemegenlik için o nesne haram deyiş o bizge doğru gelmeydi. Yemesek yememedik Mehmet'te şah degen bir nesi var o. Denizden çıkılgan. Yemek aşinasınız yigim kelmeydi. Kerides'te. Adetli muhabbet. Yaman aptalını deydi. Pakvaş bir belikli var. Atışmaklı başka. Şah diyenler, rak diyenler başkası o. Karides. O rakel uşak nesli, onun aşının özünü yemeyim adette. Elki mandat. Şirin. Bir nesli içiden, bir kapının içinden çıkıran benim bak o. Kul ilden de. Midede pişmeyede. Bak Türklü bek yedik ya. Aşı pişmenin özünü var. Yedik ya o Müslümanlar hemiz yedik ya ben yemeğim için onun özünü. Ne için kiçigimizde yep adet kılmagandaki o yigimiz kelmeydi o narsani özünü. Kolulardan işini çıkmaganlar. O biz yemegenlik için o narsani özünü ben yemeyime yemegenlik için o narsa haram deyiş o doğru narsa emas. Halal ve haramni Allah Teala hüküm kılıdı. Biz hüküm kılmayız. Allah Teala hüküm kılıp Kur'an-ı Kerim'de biz yemesek yemedik, yege adamda eyüplaş haceti yok diyen gapte. Ahirisi yana ikki tal narsa qilib qoldi, tutotay ya. Buyuruslar. Hamda shu düşmanı to'g'ri tunish, düşmanı tatbiqlash o'zimizga. Deganning o'zini shuni demasam bo'lmaydi. Chunki bizda düşmanı to'g'ri tunmay kelgani hali uzoq ketdi. Bu düşman degani qanday bo'ladi degan vaqtda Qur'oni Karimdagi Sura Baqara 190-oyatida وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ degan mush oyatning o'zida sizlarga qarshi urush qilgan insonlarga sizlar urush qilmanglar, ya'ni sizlarga qarshi urush qilgan insonlarga sizlar urush qilinglar, urush echinglar. Lekin sizlar tajovuz qilmanglar. Birinchi bo'lib sizlar hujum qilgan ishni qilmanglar. Alloh taolo hujum qiluvchilarni yaxshi ko'rmaydi. Düşman degan qanday insonlik ekan desa, düşman o'ziga hujum qilgan inson shu odamning dushmani degan gap. Ya'ni bizningki vatanga hujum qilgan düşman kim degan vaqt Xitoy. Bizning düşmanimiz kim degan vaqtda shu Qur'oni Karim shu oyatga asosan bizning düşmanimiz Xitoy degan gap. Ya'ni Qur'oni Karimda misol Yahud, Nasara, Makka mushriklar haqida ko'p oyatlar bor. Ash oyatlarni bizniki qarindoshlarimiz, bu dinda o'qiganlarimiz o'qiganligi uchun davomli Yahud, Nasaralarning o'zini dushman deb hisoblaydi. Ama Yahud, Nasaralar bizga
tajovuz qilib bormaganligi uchun bizning dushmanimiz hisoblanmaydi. Qur'oni Karimda bu hukmga asosan. Bizga dushmanlik bizni besvelib, bizni qiynab, o'ynab o'ltirayotgan kim degan vaqtda bizniki hozir dushmanimiz Xitoy. Demakki bizniki dushmanimiz bu degan gap. Tamam. Yani şunun için bizlerki düşmanını doğru konuşmamız lazım. Her taraf görüp, düşman izlep, başka bir milletin düşmanının özünü Araplar düşman demesin, Yahudinin düşman demesin. Kimde düşman deydi, onun bizim işimiz yok. Bu özünün düşmanları, lakin bizim düşmanımız başka bir Müslüman toplumdaki düşmanı de karşı olmayız. O yerdimalik ayetlerini okugan çağda, Elif Lam bilen kelgen ayetli varmış o. Onu dikkat kılmaydı. Eyliki Yahudiler, eyliki depçi manda ki derdi o. Eylikini okumayı bunlar. Her nesinden bir tayak diye eylediğin gepte. Doğru. Yani Kur'an-ı Kerim'de Sure Mumtehine'nin 8. ayetinde La yenhakumullahu enellezine lem yuqatilukum fid-dini ve lem yukhrijukum min diyarikum en teberruhum ve tuqsitu ileyhim innallaha yuhibbul muqsitin diyen muş ayetin özüm nem deydi dese Allah Teala sizlerge din barısında karşı çıkmagan insanların karşı çıkmagan ve sizlerini öz vatani aldın qoğlap çıkırıp etmegen muşundaq insanlarga sizning yaxshilik qilishinglarni ve sizler ulağı adil buluşunlarını Allah Teala ço ne kılmaydı tosmaydı. Yani bir cemiyette her xil dindeki insanlar var, lakin o birisine dini hürmet kıldı. Mesela sen bizdeki mayada Ramazan, yani roza heyt namazı okuluştun bir gün, 2 gün burun mesela. Nımqa vakti müşahede aslında kivatkan özü heytin mübarek olsun deyip koşunul deyip diyor Yahud Nesara misal. Bunun koşuş insanlar çöldüse ulağa adil ne kılış, adil öz muamel kılış ve eğer özü kuldun kelse yaxşılık kılışını Allah Teala tosmaydı diyen gep. Yani ular yaxşı ötüş bu özü Kur'an-ı Kerim buyurgan bir iş diyen gep. Yani o Müslüman olmasılar onun hemisi bizim düşmanımız deyiş o hata. Yani kim buluşta katı nazar o bizden dostlukta bir ötüp bir yaşayıp aşağıda cemiyet bir taraf kıldırıp kıldığı aşı olsa o iş kandak bizge dahil kılmaydı diyen gep. Gayet doğru. Bazıları kafirninki morusun çıkan ismiler, benim uyanım morusun çıkan isminde uçkuş kalsın olmaydı dedi kaldım açam. Bu nade hata bir düşünce. Kur'an-ı Kerim müşayetin özümün ayeti doğru gelmeydi. Onun da keyin endi birlik hep kaldı. Uruş tayyorligi haqida. Uruş tayyorligi haqida bizniki mavi hozirgi diniy saat o'qigan qarindoshlarimizniki ba'zilarini anglagandim men. O'sha Qur'oni Kerimdagi Sura Anfalning 60-oyatida Va'iddu lahum mastata'tum min quwwatin ve min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi ve aduwakum ve aharina min dunihim la ta'lamuhum la ta'lamuhum Allahu ya'lamuhum ve ma tunfiqu min şeyin fi sabilillahi yuwaffa ileykum ve entum la tuzlamun diye bu ayet nimde dese sizler kuchunun yetişçe at ve neskereklerini özüne tayyorlab uğruşqa şundaq özü tayyorlıq qılınlar Allah'ın düşmanları ve sizlerin düşmanları ve sizler bilmeydiğin başka düşmanlarını qo'rqitish uchun bu şundaq özü tayyorlıq qılınlar degan özü ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Bizdeki bir kısım adamlar bu hazır hem de Kur'an-ı Kerim'de atın tayyorlığını depti. Hazır at tayyorlığı qilsak, o hazır degende tankı, zembirak ölüp keldigan, maşina ölüp keldigan, aeroplan, raketa ölüp keldigan zaman olsa bu qandaq boludu deyilgende. Yani ikinci bir ayetning özüdümü vel adiyat suresinin özüde vel adiyat zabhen fel muriyat qadhen fel mughirat subhen fe eserne bihi nak'an fe vesetne bihi cem'en innel insane li rabbihi lekanut ve innehu ala zalik leşehid diyenmiş ayetin özüdümü atını çaptırıp özü düşmanın otursuğa çep özü şundaq kirip ketip atkan bir guruhning özünü tasvirlaydi Allah Taala. Yani
Muşunun özünü nurgu yerde tercüm qilgan vaqtning o'zida buni hozirgi vaqt tanki zambirak bilan, raketa bilan, aeroplan bilan tercüm qilish kerak degan shundaq o'zi bir nimada nima ishlar bor. Bu to'g'ri bir narsa emas, aynan tercüm qilinishi lozim. Hamda buni nimada tushunamiz degan vaqtda payg'ambar alayhissalomning zamonasidagi tayyorlik shundaq tayyorlik bo'lgan. Hamda biz hozirgi zamonga Qur'onda mana 2-oyatda ve innehu ala zalik la shahid deydi. Şahit bo'lgan narsa degan ma'noni bildirib la shahid degani. Yani her bir insan o'zi shahid bo'lgan zamondagi narsa bilan tayyorlik qilish, bu tayyorlik qilishni bildiradi degan gap. Bunu da biz nimani bila olmaymiz desa, bu oyatning o'zini hozirgi zamondagi tanki zambirak bilan tarjim qilishning o'rniga şu Peygamber Aleyhisselam zamanında muşundaq at, mesela aşındaq özü narsalarni at, eşek, keçir, o'qya, qilish bilan tayyorlik qilinglar degan bo'lsa, şu zamanda. Yani bu ayet özümüzge hozirgi zamonga tatbiq qilgan vaqtda degan vaqtda, hozirgi zamonga tatbiq qilgan vaqtda, hozirgi tanki zambirak, hozirgi zamoniy Qur'on yaraq bilan tayyorlik qilinglar degan bo'ladi. Deganni tushunsak-la, bu ishning hammasi o'sha tamomlanadi degan gap. Yani Kur'an-ı Kerim tushgan zamonda nurg'unlagan narsalarning o'zini bayon qildi bizga. Masalan, tushgan zamonda, tushgan makondagi narsalarni tunishtirib ham bayon qildilar. Masalan, zaytun daraxtining ismlari bor. Bizni vatanga olsak, zaytun daraxti yo'q bizda. Bu vaqtda biz zaytun daraxti. Zaytun daraxtini tushunmadik, atayim berib, o savdoga berib, zaytun daraxtini izlab yurishga hojat yo'q. Demak, bu yerda Alloh taolo shu arablardagi ko'z oldidagi narsalarni ko'z tutib, mana shuni kim yaratdi? Diş arqılıq ulanı ayda qaydı qilish to'g'riliq o'zi tushigan oyat. Biz u vaqtda degan vaqtda o'zimiz turgan yerda o'zimizning ko'z oldimizdagi daraxtlarni, o'zimizning ko'z oldimizdagi meva-chevalarning o'zini tasvirlash orqali, uniki ichidagi o'zi noit hikmatlarning o'zini bayon qilish orqali insonlarni qaydı qilishimiz lozim degan gap. Buni qo'yib degan gap bo'ldi bu. Uning uchun bu yerda urush qurollari degan vaqtda ve at eşeğinin gibi koysa bu Kur'an-ı Kerim'deki aklı kalan kitapke diğerinin onluğa şu zamandaki at eşeğinin gibi kan bolsa Kur'an-ı Kerim hazırlık zaman diyoruz, hazırlık zaman tatbik kılsak bunun özü hazırlık zaman tankı zemberek, aeroplan, raketa, eserek diyen boladı ki dep düşünsek şunu ol doğru boldu diyen gap. Bu sen çoğarak bir mevzu de ama madem vaktin bir yer berip gitti şununla Qıcamlaş doğru kelib qoldi endi. Allah razı olsun. Bu gapning o'zini yig'inchoqlagan vaqtida har bir diniy olim burungi zamondagi bo'lgan ishqa, hozirgi zamondagi bo'layotgan masalani tatbiqlashga bo'lmaydi degan gap. Bu xato degan gap. Xato bir metod. Hozirgi zamonda bo'layotgan masalani udul Qur'oni Karimni tatbiqlash orqali masalani hal qilish bu bütün payg'ambarlar tutib kelgan masala nima yo'l degan gap. Bütün payg'ambarlar o'zining qo'lidagi kitobga udul, ya'ni o'zini Alloh taolo tushirgan kitobning o'ziga shu zamonislik bo'lgan masalani tatbiqlash orqali millatni to'g'ri yetaklab mangan. Biz bundan olgan darsimiz nima degan vaqtda bütün diniy olimlar oldida bo'layotgan masalaning o'zini Qur'oni Karimga udul tatbiqlash orqali masalani to'g'ri hal qilib millatni to'g'ri yetaklab menish lozim degan gap bo'ldi. Xulosa shu. Allah razı olsun. Ben bir Neh Meydanı'nda bir sualla düştüm mü? Şunu bir kıravatım hazır. Ahmetcan eğer sual düşken olsa ama haberlendirip konuştuğunu unutmamla. Benim kıravatıma. Ahmet Efendim, sual var mı yok mu? Yok o şeydi. Yüzümü yıkıp gittiler de. Seyanını bizge taşlap berip. Yoksa men ağlap turibataman. Men Qur'onni tatbiqlash metodida abertin sizlar bir gapni qildinglar, ma bu payg'ambarga ergashsaklam bo'ladi, ozmaymiz degan so'zda sizlar Qur'onga ergashsak degan gapni takrorlab qolgan. Shuni tuzib bersak masala.
Yani peygambergelam ergeç varsak yitidu degenne esla Kur'an'a ergeçsek bolatdı, desek bolatdı demeçi tonuda şu yerde biz Elbette. Eğer aşağıdan bulsak hata olacak. O Bunu bütün bek peygamberler tekstip Allah'ın kitabına ergeçken o peygamberler vefat bolgan dekin peygamberin işini davamlaştıran insanlar, alimler şu vakta nimge geçken dese udul berip şu Allah'ın kitabına ki mesela Ebu Bekir Umar'ın bayatın birisi şu misal kılıp gösterdik. Hem de biz şu diye vakta bizning mi ergeçtiğimiz peygamberin zamanı işinin özüge meselini tatbik kılmasından zamanımızdaki bolgan meselenin özüne udullab Kur'an-ı Kerim'i tatbiklash arqali Kur'an-ı Kerim'e erişishimiz lazım degan. Bütün peygamberler in attabi'u illa ma yuha ilayhi deydilar. Men faqatla bana vahiy qilingan narsaga erishma deydilar. Biz diyor vaqtda biz agar payg'amberniki payg'ambar qilgan ishni biz mi qilamiz degan bo'lsak, biz payg'ambarga vahiy qilingan kitobning o'ziga udul ergashsak, Alloh taolo vahiy qilgan narsaga ergashgan bo'lamiz va masalani şu kitapta udul apırıp meselini o'zi şu kitapdagi ahkamni tatbiqlash orqali meselini hal qilsak, payg'ambar meselini hal qilgan o'xshash hal qilgan bo'lamiz degan gap. Shuni o'zi meselani to'g'ri hal qilingan bo'ladi. Jamiyatda o'zi ya'ni o'zi yo'l to'g'ri bo'lgan bo'ladi ya'ni. Millatni to'g'ri yetaklab manalaymiz shu vaqtda degan bo'ldi. Ya'ni musulmonlikka birdan bir o'zi aql qilib qolishning sababi nima degan vaqtda shu 1400 yil burungi zamanға nisbat berilgan rivoyatga ergashish orqali shu zamondagi odam bo'lamiz deb lekin oqib qolib qolibdi. Hozirgi zamonga ahamiyat bermaklik va hozirgi zamondagi ilm fanga ahamiyat bermaklik misol. Shuning uchun biz hozirgi zamonga qaytib kelishimiz kerak. Hozirgi zamondagi ilm fanga ahamiyat berishimiz kerak. Diniy olimlarning o'zimi hozirgi zamondagi masalani udul Qur'onni tatbiqlash orqali hukm chiqarib, millatni to'g'ri o'zi yetaklab menishi lozim. Hazır şu seni diyen gepkin ne karşı gepte kılaktı olacak. Kur'an-ı Kerim'e ergişip Kur'an kalan tatbiklasa ezip gittiğimiz devatıdı. Bu kadar Allah ezip gitmez devatıdı ama. Bu da ezip gittiğimiz devatıdı demez mi? Şu. Hey Allah. Nahit yakşı dersi oldu. Allah razı olsun. Bir kança noktalarını turup izahlap öttüler. Hakikaten hem de Kur'an'ı tatbiklaş bu metot bu bir derskilen sıkılgan narsa emas. Yani bunun keyinki derslerimizde mi inşallah ameliyat arkalık biz yine düşündürüm mağala inşallah. Başındaki. Allah'ımıza başka bir suallarım ben kömüdüm. Bugünkü dersimiz müşahede tamam olsa kiler saatte yani okşaşsa şu vakitte siledim yeni mezmunlardan yeni bir Kur'an'a nezer taşlaşma devam kılırız inşallah sizinle birlikte. Allah razı olsun. Rahmet. Gayet yakşı tertip. Salam bir katem. Özürümle köp rahmet. Ve aleyküm esselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın özü emanet olun.